Qurilishga pul kiritdingiz, lekin qayerga ketayotganini bilmayapsizmi? Mana shu 3 ta sabab orqali pullar yo'qoladi. Birinchi sabab nazorat qilinmagan materiallar xarajatlari. Pudratchi material xaridini o'zi boshqarsa, ortiqcha buyurtma qiladi. Farqni o'zi oladi. Har bir material hujjat bilan kirib, hujjat bilan chiqishi shart. Ikkinchi sabab bajarilmagan ishlar uchun pul to'lash. Smeta va amalda bajarilgan ishlar orasida farq katta bo'lishi mumkin. Lekin bajarilgan ish hajmlari tekshirilmasa, bajarilmagan ish hajmlari uchun haq to'lanadi. Bu farq sizning cho'ntagingizdan ketadi. Uchinchi sabab texnik normalarga mos kelmaslik. Ish bajarildi, lekin SHEINKA talablariga mos emas. Texnik nazoratchi rad etadi, qayta qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Bir ish turi uchun 2 marta haq to'lanadi. Pul yo'qolmaydi, nazorat bo'lmagan joydan chiqib ketadi. Qurilishingizda pul qayerga ketayotganini bilmoqchimisiz? GST mutaxassislari xarajatlarni nazorat qilib, har bir so'mingizni asoslab beradi.